Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun raqamlashtirish darsimizni davomi, ya'ni raqamlashtirish 3-darsimizni 3 lessonga ham yetib keldik. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan nima o'rganamiz? Bugun attribute table'lar ustida ishlashni ko'rib chiqamiz. Demak, attribute table nima? Mana bu joyda bitta Excel fayl ochib qo'ydim va Excel faylda quyidagi ma'lumotlarni kiritdim. Bu ma'lumotlar quyidagilardan iborat, ya'ni ferming nomlari, maydoni, o'sha ekin ekiladigan va ekin turi, qaysi ekindan foydalangan. Barchasini yozib chiqdim. Va bu joyni kelinglar nima qilaman, bold qilib qo'yaman. Maydoni, ekin turi, ma'lumotlar bor. Fermer nomlari, demak, Anvar fermer xo'jaligi, Zokir, Diyor, Hafiz, O'lmas va Sanvar va hokazo. Va maydoni 12 gektarda va ekin turi paxta, bug'doy ekan. Bu ma'lumotning bir ko'rinishi, bir qismi. Lekin bizga ma'lumot yetmayapti. Qaysi ma'lumot yetmayapti? Bizga ekin ekilgan maydoni to'g'risida, joylashuvi to'g'risida ma'lumot yetmayapti. Demak, buni qanday bilamiz? Buni Argis Pro dasturi orqali barchasini yaratsa bo'ladi. Mana bu joyda Explore Map ribbon ya'ni tasmadan mapga o'tsangiz, keyin Explorer kirsangiz va har bitta ekin yerini bo'lsa, ekin yeriga tegishli bo'lgan pop-up degan bu, ya'ni o'sha bosib ustidan ma'lumot chiqarish. Fermerning nomi, maydoni, shape area, hozir barchasini to'ldirib o'tamiz sizlar bilan. Xo'p, attribute table xuddi shularni bizga to'ldirishimizga imkon beradi. Buni agar osmondan, ya'ni shu darsdan ko'rishni davom etgan bo'lsangiz, ikkinchi va birinchi darslarimizni ko'rishni tavsiya beraman. Bu ikkinchi va birinchi darsimizda, birinchi darsda o'zim amaliy ma'ruza qismi o'tilgan, ikkinchi darsimizda esa ekin yeriga chegara qo'shish, chizish va ba'zi bir o'sha edit tool'lari haqida tanishib o'tilgan. Demak, bugun sizlar bilan attribute table ustida ishlaymiz. Demak, birinchi avvalo attribute table'ni ochib olamiz. Demak, biza mana bu qismda future class, future layer yaratganimizdan so'ng, shu agar vektor fayl yaratganimizdan so'ng, u bilan birga bizga attribute table'ni Argis Pro avtomatik tarzda yaratishimizga imkon yaratib beradi. Shunchaki o'ngni bosib attribute table'ga kiradigan bo'lsak, ekin yerini kiraman birato'la. Attribute table'ga kiradigan bo'lsak, attribute table'da fermer future klassimizga tegishli bo'lgan ma'lumotlar turadi. Mana fermer nomi, maydoni, shape light, shape area, shape. Mana bu joyda yulduzcha turibdi, yana buni o'zgartirish imkoni yo'q. Ovora bo'lmaydigan ma'noda muhim, most important. Xo'p, fermer nomlari. Mana bu Hafiz, O'lmasak o'zim yozib chiqdim. Mana 0 turgan bo'ladi. Buni ochishni esa o'sha ikkinchi darsimizda ko'rib chiqamiz. 0 turgan bo'lsa, 2 marta klik qilib yozishimiz mumkin. Masalan, Bobomurod FX fermer xo'jaligi. Keyingisi Bobomurod Sharofiddin fermer xo'jaligi. Va hokazo Shohrux Akmal man ketaveradi. Shunaqa fermer xo'jaliklari nomlari. Bu yo siz chizgan vaqtingizda to'ldirib chiqasiz yoki sizga tayyor holatda keladi va siz unga qo'shib ketaverasiz keyingi rejalarni, keyingi qadamlarni. Men fermer nomi yaratdik. Agar yaratilmagan bo'lsa, endi qanday yaratamiz? Xo'p, attribute table'ga kirishni yana bir oson yo'lni o'rgatib ketaman. Masalan, shunchaki arrow ustiga bosib, Ctrl plus T ni bossak, shunga tegishli bo'lgan attribute table ochiladi. Attribute table xuddi Excel fayl deb tasavvur qiling. Mana Excel faylda qanaqa ustunlar bo'lsa, qanaqa satrlar, row and path bo'lsa, qanaqa ustun yoki satrlar bo'ladigan bo'lsa, xo'p, nima qismida Argis Pro dasturida xuddi shunaqa CSV, XLS, X shunaqa formatlarni bemalol olaveradi. Shu Excel fayli qanaqa bo'ladigan bo'lsa, uni Excel fayl joylash yoki Excel fayl qaytib chiqarish agar kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga alohida qisqa video qilib qo'yaman. Excel bilan ishlash, Excel bilan integration, Argis Pro, ya'ni Argis Pro biz ikkalasini birga ishlashini ko'rib chiqamiz. Chunki ikkalasi ham data analitika, data science ga juda kerak bo'ladi. Bizga ma'lumotlarni oqimini boshqarishda. Xo'p. Demak, Ctrl T bilan ochishni o'rgatdik. Short key bu. Mana bu joyda yozib qo'ygan bo'ladi. Ctrl T. Agar endi bizda fermer nomi bo'lmasa, ya'ni sip-siliq turgan bo'lsa, mana masalan mana buni ochib ko'rsak, sip-siliq turibdi, ya'ni bo'm-bo'sh. Va bunda nima qilamiz? Endi qanday ish qilamiz? Ekin yerga kiramiz va mana bu joyda future layer, labeling, data qismi. Dataga kiradigan bo'lsak, fields turadi. Fields bosadigan bo'lsak, attribute table ni orqa qismi ochilib beradi bizga.
attribute table'ning orqa qismi ochilib beradi. E'tibor bering, masalan, ariq mana bu joyda bosilib qolgan bo'lsa, faqat ariqqa tegishli datalar. Ekin yer bosilib qolgan bo'lsa, ekin yerga tegishli datalar kerak, bosishimiz kerak. Agar ariqqa tegishlisini bossam, ariq uchun ochiladi. Ekin yer uchun bossam, ekin yer uchun ochiladi. Bosaman. Mana bu joyda visible, ya'ni qaysi bir ko'rinib tursin. Menga shape, light, shape, area kerak emas desa, bo'lish mumkin yoki object kerak emas deyman. Xo'p, menga yangi ustun kerak va ustunga nima yozaman? Fermerning nomi va crop type, ya'ni ekin turi. Ekin turi. Mana bu joyda nima bo'lsin ekin o'sha ustuni nima bo'lsin? Ya'ni qanday holatda? Floatmi, double'mi, text, date'mi, textmi? Text deb tanlayman. Xuddi Excel faylni ochamiz, masalan. Mana buni bossak, so'raydi bizdan. Currency, accounting, short date, number, general, time, percentage, ya'ni foizlarda bo'lsa, mana bu joyda agar yozadigan bo'lsam, biz raqam qo'yishga ketish bo'ladi. Chunki mana bu joyda yozildi accounting deydi. Agar buni numberga o'tkazadigan bo'lsam yoki date'ga o'tkazadigan bo'lsam, umuman boshqacha bo'ladi. Xuddi shunaqa so'rayapti bizdan text. Men ekin turini text qildim, chunki men ekin turi yozaman paxta bug'doy deb. Xo'p, yana nima qo'shmoqchiman? Fermerning nomi bor, maydoni bor, ekin turi bor va hosil deylik. Hosil bilasizlar, kilogramm tonnada deylik. Tonna. Buni tonna yozgandan keyin double float qiladigan bo'lsam, masalan 10.1, 10.2 floatda ketadi. Xo'p, endi men buni joylashtirib chiqaman. Birinchi fermer nomi tursin. Undan keyin ekin turi crop type tursin va maydonidan keyin hosili tursin. Va men bu menga visible, invisible qilib qo'yaman. Shape. Bu qismi ham kerak emas menga, geometry. Invisible qilib qo'yaman va saqlash uchun men bu joyda save ni bosaman. Applying change, ya'ni o'zgartirishlar shakllantirilmoqda, ya'ni amalga oshirilmoqda desam, applying qo'llanilmoqda desam bo'ladi. X close bosib ketaman. Mana fermerning nomi, ekin turi, maydoni, hosil tonnasi. Mana bu joyda turibdi. Endi bunga oson kirishni, ya'ni har safar mana bunaqa dataga kirmaslik uchun, shunchaki agar ustun qo'shmoqchi bo'lsam, add bossam, xuddi shunaqa ochiladi va yangi turibdi. Nima qo'shay xo'jayin degani? Labbay xo'jayin degani. Xo'p, fermer nomini qo'shdim, ekin turini qo'shdim, maydonini qo'shdim, hosili tonnada qo'shdim va narsa bo'lashi mumkin. Hosili, xo'p, fermerga tegishli bo'lgan nima bo'lishi mumkin? Ekin turi sanasi, raqami, fermer raqami. Inini raqam deylik. Inini kadastr yoki raqami. Shu yerga tegishli bo'lgan inini raqam buni. Xo'p, double qilishim shart emas. Floatda double qilib qo'yaman. Float o'nlik emas, inini raqami doim kasrlik bo'ladi. Integer bo'ladi qiymati. Demak, buni ham ko'rib chiqdik. Tez kirish yo'llarini mana bu joydan kattalashtirib olishim mumkin bemalol. Xo'p, hozir bitta pauza qilib olaman. Xo'p, stop kadr. Stop qilsam to'xtab qoladi. Xo'p, davom etamiz. Muhim ko'ndirdingizlar davom etishga. Xo'p, fieldga kirish usullarini o'rgatdim. Fermer nomlarini yozish, demak, keyingisi fermer nomlarini yozib chiqdim, yuzasini hisoblash. Demak, birinchi qiladigan ishimiz siz bilan yuzasini hisoblash, maydoni, ekin turini birinchi maydonni hisoblab qo'yaylik. Xo'p, sizlar bilan demak sizga topshiriq keldi, shu bizga ekin yer berildi va dogovor qilindi. Ekin yerni nimasini chizish bizga? Ekin ekiladigan maydonni faqat yoki umumiy ekin yer chegarasinimi? Va bla kelishib olindik va kelishib olgandan keyin men yuzasini hisoblashim kerak maydonni. Shunchaki bu joyda nima qilinadi? Maydoni ustuniga boriladi. O'ng tugmani klik, ya'ni bosamiz bitta va calculate geometry, ya'ni geometriya ustida calculate hisob kitob amallari. Xo'p, e'tibor beramiz. Mana bu qismida birorta ekin bosilib qolmagani, select bo'lib qolgan bo'ladigan bo'lsa, faqat shu ekin uchun tanladi. Mana bu joydan clear qilib ishlashimiz kerak. Xo'p, maydoni property ga area geodesic, ya'ni geodezik.
Xo'p, area unit bizaga nima kerak? Square kilometr, kilometr kvadrat, karaga, gektarga, metrga va bla something. Bizaga faqat gektarga kerak. Agar koordinata tizimini qo'ysak ham current map shu koordinata tizimiga hisoblaydi. Demak, biz ham Mercator bo'yicha hisoblaymiz. Okey. Va hisoblab berdi bizaga. Mana bu maydonni float qiymat w float mana bu double'ga saqlaganim uchun menga shuncha har bittasini maydonni topib berdi va maydonni agar ustiga bosadigan bo'lsam, eng kichkina maydon mana bu. Men uchun eng kichkina maydon shunga teng. Mana bu joyda uyni chizib ketib beramiz. Editga kiraman va editga kirgandan keyin reshape qilib qo'yaman. Hozir sichqonchani tagiga yog'lik uchun ozgina chizishga menoqroq bo'ldi. Xo'p. Endi boshqatdan yana so'rab beraman. Maydoni calculate geometry. Bitta mana bu joyda qolibdi. Select bo'lib qolibdi sani bitta ikini bering. Uzr, sorry deyman. Buni bitta aylantiraman. Array yozdik. Uzr, sorry. Keyin gektar va something u yo'g'i to'ppa-to'g'ri va boshqatdan hisoblab berdi va eng kichigi baribir bunisiga o'tib qoldi. Yaxshi. Eng kattasini topmoqchi bo'lsam, mana 135 gektar maydonga ega ekan. 2 marta bossam, uzr. Mana eng katta maydon. Ko'rib turibsizlar, o'zi eng katta maydon rostdan ham shu ekan. 135 gektar. Demak, maydonni chiqardik. Olqishlar. Go. Endi maydon chiqarganimizdan so'ng ekin turini bosamiz. Hozir mana bu yerda ekin turini bittalab qarab chiqishga vaqt yo'q. Mana uni ustiga bo'lsa, esimizda bo'lsa, Symbology'ga kiramiz va Symbology'dan ichini ko'rib, qo'yib ichidagisi kerak emas emas, color umuman kerak emas, faqat tashqi colori qora va border chegarasini yuqori qilib qo'yaman. Xo'p, mana bu joylarimga bu fermerlar ekkan. Men 3 ta yerni tanladim va mana bu qismiga o'tsam, show selected record, ya'ni tanlanganlarni alohida olib o'tadi menga. Ekin turiga yozaman. Buni ham avtomatik yo'l qilsa bo'ladi. Hozir shunchaki bilmagan, ya'ni birinchi dars uchun nagruska deydi, ya'ni bilimlarni ko'paytirmasdan borini o'rgatish. Va mana bu joyga xo'p, va bug'doydan keyin paxta ekkan deylik. Paxta ekkan. Shunchaki Ctrl pasti C, Ctrl V qilib pasti copy paste qilib ketaman. Mana bu joyda beda ekkan. Beda. Malatsi. Fermerlarimizga gap yo'q. Mana bu joylarga ekibdi. Endi nima ekan bilgan. Bedadan keyin makkajo'xori. Makkajo'xori ekkanda shu fermerlarimiz ishda. Makkajo'xori ekkan. Yashasin, hosiliga omad. Va mana bu qismida fermerlarimiz nima ekishgan? Ko'knor ekib bo'lmaydi bu hududlarga. Xo'p, nima ekish mumkin? Bu hududlarga makkajo'xori, beda, paxta, g'alla, bug'doy. Kelinglar yana bittasi bug'doy eksin. Yo'q, bu bog' qiladi. Shu qismlar bog'. Uchoq bog'. Bog'lar. Bemalol bo'lishi mumkin, bog' bo'lishi mumkin. Va mana bu joyga kelib qarasa bog' yo'q ekan deb yurmaydi. Men shunchaki ko'rdida bog'ni o'rtashadim. Mana bu joyni bog' qilib qo'ysam bo'ladimi? Ekin turi bu joyda bog' turibdi. Xo'p, ekin turiga yozdik. Ana endi mana buni bossak, jamisi kelib chiqadi. Ya'ni fermer nomi bo'yicha tursin. Shohrux makkajo'xori ekib qo'yibdi. Sharofiddin fermer xo'jaligi, beda, Otabek bug'doy. Xuddi shunaqa bo'ldi. Hosili tonnada. Endi mana buni hosilini, ya'ni 1-2 qilib chiqmayman-da, mana 1-2 qilib chiqmayman-da. Kelinglar shuni maydoni qancha bo'lsa, hosilini 0.1 ga shuni ko'paytirib qo'yamiz. Buning uchun nima qilamiz? Xo'p, calculate fieldga kiramiz. Mana bu joydan xo'p, qarang, bir nechta dasturlash tillarini ArcGIS Pro dasturi qo'yiladi, shu bilan C++, Arcade, SQL va hokazolarni Python 3 ni kirganimizda Python dasturlashtirishning asosiy basic qismi kerak bo'ladi. Hosil tonna menga maydoni bor va shuni ko'paytiraman. 0.1
0 2ga 0,02 ko'paytirsam, o'sha endi hosilni to'ldirish uchun shuncha tonnadan hosil olgan deb aytishim mumkin. Yoki 4 ga shunchaki 0,5 ga ko'paytirib qo'y. Okey, bosib qo'ysam bo'ldi. Bu mana calculate field, calculate geometry orqali nimalar qilishimiz mumkinligini kommentlarda plus qilib qo'yib tashlasangiz, alohida video qilib chiqaraman. Chunki buni imkoniyati va juda ham keng, juda keng. Bu joyda har bittasini agar xohlasalar nima maqsadda qo'yilishini hammasini tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, hosil tonasini to'ldirak, maydonni to'ldirak va inini raqamini inini raqami i uzr, sorry. Bo'l. Mana bu yangi o'chib qoldi. Buni delete qilsam, o'chib ketadi. Xo'p, barcha ustunlar to'ldi. Endi shu ustunlar orqali simbologiya qilamiz. Nima orqali simbologiya qilamiz? Kelinglar. Birinchi ekin turi orqali simbologiya qilib ko'ramiz. Ya'ni shu ekin turi orqali bizlar foydalanuvchiga ko'rsatmoqchimiz. Ekin yes, saqlasam dedi. Ya saqlayman. Dataga kirib, agar ishonchlaringiz komil bo'lmasa, saqlab qolishingiz ham mumkin. Xo'p, simbologiyaga kirdim va galeriyaga o'taman. Birinchi ekin yerimni xo'p sizlarga ko'rsatib beraman. Ekin yerimni nima qilib xohlagan vaqt ketmasin. Green qilib qo'ysam, mana shunaqa mana ekin yerim bor. Ekin yerimni endi simbologiyaga boshqatdan kirib, mana bu joydan kirib. Mana buni ustun bossak, simbologiyaga o'tadi. Men faqat panelni bekitib qo'yganim sababli shunaqa ish bo'ldi. Esimizdan chiqib ketmasin, dasturni har zamon crack versiya ishlatayotgan bo'lsangiz, otib yubormaslik uchun saqlab qo'yishni unutmang. Bu bu crack versiya emas. Xo'p, galeriyaga o'tganimizdan so'ng ham ekin yerini tanladim, simbologisini. Endi bu properties, ya'ni o'sha funksiya parametrlari orqali rangini va bla-blasini barchasini to'g'rilashim mumkin. Mana bu joyda endi single symbology, mana single qilmayman-da, unique value qilaman, ya'ni noyob, nodir, unique, nodirga to'g'ri keladi, nodir qiymatlar. Va men bu joyni ekin turi crop type bo'yicha belgilayman. Va men bu joydan crop type bo'yicha turli xil ranglarim bor. Masalan, mana bu bo'yicha. Har bitta crop turini turli xil ranglarda ajratib berdi. Masalan, mana bu joyda beda esida bo'lsa bug'doy, paxta, mag'alla va something deb belgilagandik. Endi buni go'zal bir tarzda sizlarga chiqarib bermoqchiman, bo'lyapman, lekin hech chiroyli ranglar yo'q. Mayli. Rang bo'lmasa o'zimiz tanlaymiz. Ko'p qaranglar mana. Paxta bizda doim oq ifoda bo'lgan. Bayrog'imizning oq rangi paxta. Buni men paxta deyman. Paxta ekin yeri. To'g'ri. Xo'p, makka jo'xori rangi bilasizlar, sariqroq, dona-dona bo'ladi. Sariqroq, dona-donaga kirsam, sariqroq, dona-dona topishim uchun cropland ishlay qol bo'lakay. Sariqroq, dona-dona. Qisqasi mana shu joyda bor edi, adashmasam. Hozircha shunchaki yellowga qo'y, bright ga qo'yib qo'yaman. Eslarda tursin. Sariqni bug'doy bizda gold rangi, ya'ni oltin rangga kiradi. Oltin rangni mana bunaqa qilib qo'yamizmi? Gold rang, oltin rang. Pishgan bug'doyda oltin rang. Yellow, muted, orange, sepia, yellow. Yellow bo'lsa nima bo'ladi? Yellow. Mayli, bug'doy mana shuni qo'yib qo'yamiz. Bug'doy rangiga va bog'lar. Bog'lar bilasizlar, doim yam-yashil turishi kerak bizda. Green, bright green, ya'ni ochiq yashil. Xo'p, bizda endi yana bittasi qoldi, bu 0. 0 ni qizil berib qo'yibdi. Ya'ni bu joyda hech nima ekilmagan. Rostdan ana uy ustidan chizib ketibdi. Mayli.
bular 0 tursin. Demak, ekin turi bo'yicha xo'p simboliza qilishni o'rganib oldik. Ekin turi bo'yicha simboliza qilishni o'rganib oldik. Bu nima berdi bizga? Mana shu bitta qaraganda o'zimiz bila olamiz. Demak, bu yer, mana bu yer Anvar tog'oning yeri. Anvar tog'a paxta ekkan. Mana bu joy Sharof akaning yeri. Sharof aka bug'doy ekib qo'yibdi. Paxta ekib qo'yibdi. Paxta oq bilan bug'doyni sariq rang bilan berdi. Mana bu joy Mirjalolning yeri. Mirjalol sariq. Ya'ni makkajo'xori ekkan. Yashil bog'lar tabiiyga tegishli va Bomrod akaga mana bu yerlar tegishli. Bu ko'k rangni nima belgiladik? Mana endi mapga kirib explode ga bitta bosadigan bo'lsam, mana beda. Fermer nomi 0, ya'ni to'ldirilmagan, to'ldirish kerak. Maydoni 4 gektarga, hosili tonnasi 2,72 tonna hosil olgan. Endi beda hosil bermaydi, endi shunchaki eng raqami 34 deb aytib olishim mumkin. Xo'p. Bu shunchaki bir qismi edi. Ya'ni attribute table orqali bajariladigan ishlarning bir qismi. Shunchaki agar bilimni ko'paytirmaslik uchun, video darslar cho'zilib uzun bo'lib ketmasligi uchun qo'ldan kelgancha tezroq o'tib berishga harakat qildim. Xo'p, agar xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hech kim xato va kamchilik qilishdan xoli emas. Xo'p, agar keyingi mavzular nima bo'yicha chiqishini, aynan qaysiga qiziqishi yoki sizlar og'riqlaringiz nima bo'ladigan bo'lsa, GIS sohasida, remote sensing sohasida, kosmik texnologiya sohasida va boshqa agar proyekt qilmoqchi bo'lsangiz, boshqa sohalarda bo'ladigan bo'lsa, o'sha og'riqlarni Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yetkazib berishga harakat qilamiz. Faqat hozir men ikkilanaganim bozorni aniq, to'liq nima deydi, tahlil qilib olganim yo'q. Kim qaysi necha yoshgacha bunga qiziqadi, qaysi yoshgacha bunga qiziqadi. Hozir o'zi data analytik, data science sohasida faoliyat yuritaman. Shu kerak. Xo'p, men Excel faylni saqlab qo'yaman. Shuncha Excel fayli qanaqa bo'ladigan bo'lsa, ishlash masalan Pix barchasi Argis Pro'da ham xuddi shunaqa. Faqat Argis Pro'da sal Excel'da ham o'ziga yarasha qulayliklar, kamchiliklar bor. Argis Pro'da ham qulay va kamchiliklar bor. Excel fayl bilan ishlashni, qabul qilish, yuklash, ma'lumot ko'chirishni agar xohlasalar o'rgataman, kerak bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, gapni cho'zmaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kanaldan uzoqlashmang.